Abdulla Qodiriy 20-asr yangi o'zbek adabiyotining ulkan namoyandasi, o'zbek romanchiligining asoschisi. 20-yillardagi muhim ijtimoiy-madaniy jarayonlarning faol ishtirokchisi. Bog'bon oilasida tug'ilgan. Otasi Qodir bobo xon, beklar qo'lida sarbozlik qilgan. Rus bosqini paytida Toshkent mudofaasiga qatnashgan. Abdulla Qodiriy o'tgan kunlar romanini yozish bilan o'zbek romanchiligiga asos soldi. Shundan bo'lsa kerak, u hali hanuz o'z qadr-qimmatini yo'qotmay kelmoqda. O'tgan kunlar hayot haqiqatlari aks etgan, tariximizning eng qora, kir kunlaridan xabar beruvchi birinchi o'zbek romanidir. Bu romanni o'qigan o'quvchi uni yana takror o'qigisi kelaveradi. Qodiriyning bu romani kishilar qalbida o'chmas iz qoldiradi va betakror o'zbek durdonasiga aylandi. Abdulla Qodiriy o'sha davrdagi o'zbek xalqining ijtimoiy holatini mohirlik bilan aks ettira olgan. Undagi obrazlar shunday tasvir etilganki, bu holat o'quvchiga o'z ta'sirini ko'rsatmay qolmaydi. Romanda haqiqiy muhabbat, ibo-hayo, hurmat, sadoqat va vafo kabi tushunchalar oliy o'ringa qo'yilgan. Unda xilma-xil taqdirlarning ma'naviy, axloqiy, oilaviy, ishqiy muammolari real tarzda ko'rsatib berilgan. Romanda uchlik oshiq, ma'shuqa va ag'ayyor munosabatlari, o'zbek millatining hayot tarzi, kundosh kelinlar orasidagi nizolar va ularning yechimlari aks ettirilgan. Asardagi tasvirlarga ko'ra, Yusufbek hoji agar ikki kelin o'rtasida gap o'tganini ko'rsa, Kumush va Zaynabni o'z oldiga chaqirib nasihat qiladi. Bunday hollarda Yusufbek hoji avvalo Kumushdan xafa bo'lib, "Oyim har nima siz kattasiz. Zaynab yosh, kattadan kichikka shafqat lozim. Mundoq yaxshi emas" degan gaplarni aytadi. Xulosa qilib aytganda, romandagi oshiq, ma'shuqa va ag'ayyor taqdiri ota-ona ra'yi orzusi tufayli chigallashib ketadi. Ushbu roman o'zbek oilalarining hayotini real tarzda ochib bergan. Abdulla Qodiriy 20-asr yangi o'zbek adabiyotining ulkan namoyandasi.